Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Chet ellik күзәткүчеләр тарафыдан Уйгыр мәсьәлесе өчен интайын халкылык дип каралган BDT кишлек хукук кеңеше Яр шарыви характерлик карарлык текшүриш хезмәт группасының 54-нче нәвәтлек йыгыны чакырылыш алдыда турган bir paytda bir tarafdan Xitoy hokimiyati o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni oqlash uchun chet elga qaratgan ta'tir tashviqotini va BDTdagi faoliyatlarini alayida kuchaytsa, yana bir tarafdan Dunyo Uyghur Qurultayı Xitoyning bu navbatlik BDT yig'inida ilib bormoqchi bo'lgan ko'z bo'yamchiligini va saxtapazlikni fosh qilish uchun jiddiy harakatga o'tdi. Chunki BDT kishilik huquq kengashi Yer shari va xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat gruppasining bu yil 1-oyning 22 kunidan 2-oyning 2 kunigacha Janvada chaqirilgan 54-nji navbatlik yig'ini jarayonida Xitoyning o'tgan 5 yillik kishilik huquq vaziyati umumyuzlik ko'zdan kechirildi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyghur Qurultayı o'tgan yili BDT kishilik huquq kengashiga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari tafsili bayon qilingan 25 moddalik doklad sunib, BDT kishilik huquq kengashi Yer shari va xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat gruppasidan bu navbatlik yig'inda Sharq Turkistonda ilib berayotgan jinoiy qilmishlar uchun Xitoydan hisob so'rashni talab qilgan edi. Dunyo Uyghur Qurultayı yana Xitoyning kishilik huquq xotirasi ko'zdan kechirilgan 1-oyning 23 kuni Janvada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi asos mazmun qilingan axborot e'lon qilish va guvohlik yig'ini chaqirdi. Qurultayning o'rinlashtirishi bilan shu kuni BDT binosining oldidagi maydonda namoyish bilan birga Xitoyning irqiy qirg'inchiligi fosh qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkaziladi. BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi tarafidan bu munosabat bilan yaqinda hozirlangan Xitoyning kishilik huquq vaziyati haqida tavsiya dokladida Dunyo Uyghur Qurultayı tarafidan sunilgan yuqorqi doklad alayida tilga ilib o'tildi. Ko'zatuvchilarning qarashicha, BDT dokladlarda Xitoy tarafidan bölgünçü zo'ravon tashkilot deb ayiblanib kelgan Dunyo Uyghur Qurultayıning ismining va Qurultay tarafidan sunilgan dokladning naql keltirilib tilga ilinishi intayin kam uchraydigan favqulodda bir ahvol. Xitoyning bu hodisaga qanday inkas qaytaradiganligi hozircha noma'lum. Ammo uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni oqlash uchun mazkur yig'inga saxta guvohchilarni o'z ichiga olgan zo'r bir vakillar o'miki bilan qatnashishga hozirlanmoqda. Dunyo Uyghur Qurultayıning BDT kishilik huquq kengashiga sungan 25 moddalik dokladida Xitoyning kishilik huquq xotirasi oxirgi qatim ko'zdan kechirilgan 2018-yildan buyon Xitoy hokimiyatining BDTning tavsiya va ogohlantirishlarga pisand qilmay, Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni izchil davomlashtirib kelganligi, o'zining iqtisodiy kuchi va BDTdagi nopozdan foydalanib, BDTning munosabatli organlari va dokladchi xodimlarini singdirishga tirishib kelganligi, BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan o'tgan yil 31 avgustda Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladda o'tirib qo'yilgan tavsiyalarga qilch amal qilinmaganligi eslatib o'tildi. Qurultayning dokladida o'tgan 5 yildan buyon Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatining taxmin ko'rinarli nacharlashganligi, Xitoyning bu jarayonda atalmış terrorlik qarshi turish qonunini chiqarib, bu qonunni qalqon qilib turib, Sharq Turkistonda keng ko'lamda qattiq bostirishni yo'l qo'yganligi ta'kidlab o'tildi va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan dafsanchiliklarning keng ko'lamli qamash, xohlagancha tutqun qilish, majburiy emgak, raqamli kamerada nazorat qilish, majburiy tuqqandochilik o'rnatish, diniy bostirish, diniy o'rinlarni vayron qilish, shundaqla ayollar va bolalar huquqiga xiloflik qilishni o'z ichiga oldiganligi, bir butun nuqtadan olganda bu qilmishlarning Uyg'ur xalqini vayron qilishni tub maqsad qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tashkil qildiganligi qayd qilindi. Dokladning oxirida Xitoydan Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini darhol to'xtatish va BDTning tavsiyalariga amal qilish talab qilindi. Uningdan boshqa yana Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakat tashkiloti qatorliq Uyg'ur tashkilotlarimi bu munosabat bilan BDT kishilik huquq kengashiga tafsiliy doklad sunib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatini sharhlab o'tgan. Dunyo Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Isa apandim 3-yanvar kuni stansiyamiz orqali videoliq chaqiriq e'lon qilib, Dunyo Uyghur Qurultayıning 20 yilligiga so'g'is sifatida Myunxen shahrida Qurultay markaz organi uchun ishxona setilish maqsadida Dunyo Uyghur Qurultayı tarafidan 2023-yili 12 mart kuni Myunxen shahrini markaz qilgan holda har qaysi ellarda boshlangan iyon to'plash harakatining muvaffaqiyatli oxirlashganligini, mazkur program boshlanib yarim yilga yetmagan qisqa vaqt ichida Myunxen shahar markazida 1,100,000 yevro qiymatidagi ishxona uyining setilganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, navbatda yangi ishxona uyini remont qilish va bezash xizmatlarining jiddiy olib berilayotganligini, afsuski bu jarayonda iqtisodiy jihatda belgili qiyinchilik duch kelganligini,
Şoňa muhajiratdagi qarindaşlarymyzyň ýene bir qatymlyk jiddi ýardymyga ihtiýaç tuyulyatganlygyny ifade qildi. Endi dinimizdeki bu yani aldık, ama bunun kuruluş işleri devam qılatıdı. Şununla bunu kuruluş işlerini başlagandan keyin oylagandan jiq iqtisadi çıkımga ihtiyaç buldu iken, Allah razı olsun, dünyanın hem yerdeki qarindaşlarımız kuldan kelgen maddi ve manevi yardımını kılıp mişa özümüzün bir mülki, gelecekte belki elçixanamız, belki konsulxanamız buluşup yaraydıgan bir yer. Ama bunun endi kuruluş başlap yerimiz kelgen vaktimizin özünde hakikaten iqtisadi qiyinchilikka duch kelyapmiz. Bunun hemmesindeginden özümüzün qarindaşlarımızın halal emgekleri bilen hiç kandak şekilde hakamay turib pidaylık şekilde kıvatıdı, ama onun kuruluş materyalleri ösep ketipti, birini bunu alıdığan gepken en azan şekilde kılmışsak mı bunun özü bizge hali maliyeti mal bulatıdı. Şunun bir yerden aziz yurttaşlarımız yana bir katım müracaat kılışka doğru kıvatıdı. Belgellik köp rahmet, yana muşununu körgendekin biraz atığını bolsa xursan bolumuz. Hazırcı bunun da xevri bolmay kalgan. Veya ki xevri bulup bu elinamı elinmaz mı dep işkilinip kalgan vatandaşlarımızdan veya ki bolmasa dikkatten kaçkan qarindaşlarımızga müracaat kılmakçı, biraz iqtisadi yardım kısanlar, muşunun kuruluşunu bir tal töküsü tügütüp alsak, Xudayım burası 105. ayının 1. haftası Dünya Kuruluşu'nun 20. yıllığını ve muşu merkezimizin içilişini bütün dünyadaki vatandaşlarımızdan birlikte ötkezmekçi. Şu vaktimizde hemimiz Taltikiz pisse, hemimiz hoşallıkla konferanslarımızı müşahede kısak, namazlarımızı müşahede okusak, sohbetlerimizi müşahede kısak, birlik gızalansak, ne mi diyen güzel diyen bir arzu ile sizlerge yeni bir katım müracaat kılış zürüyt tuğuldu. Şununla keşkiş pul deydiken demenla, çünkü imkaniyetimiz yok. Milletin yili, benim şahsi birimli demedi, bütün qarindaşlarımız Münih'indeki Germaniyadaki en zor pidakarlıkla bu işin ücretsiz çıkarışık tiriştok. Dünyanın Avustralya'dan, Kanada'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, Avrupa'nın her kayıtlarında Türkiye'den tatıp qarindaşlarımız yardım kıldı. Ama tek bu işten haberi yok. Yardım kılmagan qarindaşlarımızın var. Şununla kayıtıdan bir müracaat kılış zürüyt tuğuldu. Hemmenlerden Allah razı olsun. Muşunun bir kançılık kullanıldığından kelse, muşu remont kıldıgan işlerimizde bir yardımınla olsa, sizlerden bizim razı olmaz, Allah'ım razı oldu, milletimiz razı oldu. Rahmet. Grow namlıq məbləğ silish gruppasining baş iqtisadşünası Hao Kongning CNBC televiziyasi muxbiriga deyishicha, Xitoyda hozir zapas bor bo'lgan quruq uylarni setib olishga taxminan 2 yilcha vaqt ketsa, qurilishda davom qilayotgan turalg'i uy zapasini setib olishga 10 yildan ko'proq vaqt ketishi mumkin ekan. Xitoyda bir mahal qattiq gullangan uy mulk savdosi 2020-yildan boshlab kasachilik uchirgan va uy mulk taraqqiyot savdogarlari shiddat bilan qarz krizisiga petib qolgan. İqtisadshunos Hao Kong Xitoy iqtisodining taxminan 3dan 1ni egallaydigan bu sohani asliga keltirish uchun nurg'un yillar ketishi mumkinligini aytgan. Xitoyning uy mulk sohasidagi krizisning cho'nqirilishi, Xitoyda chet el mablag'ining tarixdagi eng tuvan saviyaga tushib qolishi, iste'molning kasatlashishi va natijada ishsizlikdan iborat zanjirsimon oqibatlarni keltirib chiqarmoqda ekan. Uningda deyilishicha, hukumat doiralari 2023-yili 8-oyda e'lon qilgan rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Xitoydagi 16 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlarning 5dan 1 qismidan ortiqi ishsiz bo'lib, hukumat doiralari shuningdan keyin yoshlarning ishsizlik nisbatini e'lon qilib boqmagan. Oxford Universitetining insonshunoslik professori Shang Biao BBC'ga qilgan so'zida Xitoydagi yoshlarning butkul hayoti tirishib o'qisa, tirishib ishlasa, ondan yaxshi maoshli xizmatga va turmushga ega bo'lg'ili bo'ladi deydigan qarash ustiga qurilgan. Biroq ular bu va'daning amdi qaror kelmaydiganligini bayqadi degan. Xabarda deyishicha, Xitoydagi yoshlar yuzlashayotgan krizis Xitoy davlat raisi Xi Jinping tashabbusidagi Xitoy tushiga jiddiy xirs paydo qilmoqda ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.